Assalomu alaykum. Musofir oilasini kuzatayotgan aziz opa-singillar. Bizda mana qorlar yog'yapti. O'zi qor bor edi, yana endi ustiga yog'yapti. Ko'chaga chiqdik. Bizning domimiz 4-etaj, lekin bu tomonda aynagim yo'q. Uyim ko'rinmaydi. Mazza qarayapti. Bolalarni eshikka olib chiqdim. Endi hozir keyin magazinga ketamiz. 1-2 kun qor yog'ar ekan, qor yoqqandan keyin sovuq bo'ladi. Ancha sovuqda ko'chaga ham chiqqim kelmaydi. Ancha hozir borib ozgina mayda juda qilib olaylik deb ko'chada dadamiz kutib turibmiz. Qachon chiqarkin deb. Keyin borib mayda judalar qilib oladigan narsalarimizni olib kelamiz. Hamma ko'chada o'ynayapti. Qor yog'ayotganda uncha sovuq bo'lmaydi-ku. Shuncha hamma ko'chada. Qor yog'ib bo'lgandan keyin taqaratadi. Bozorga borib kelib, mayda-chuylar olib kelib, qornim og'rib ketdi. Darrov jo'ja oshxamir qildim-da. Drojli, sut, tuxum, masla solib, shakar, tuz solib, jo'ja oshxamir oldim, ko'pitdim. Ichiga piyozli qilib cho'zma qilyapman, bu yerda bilash qilyapman. Endi bilash emas, endi bu haligi go'shtli pirashka deb qanday eplamacha, endi eplayapman, qorni ochib ketdi. Undan keyin bu yerda kechqurunga nima qiymali suyuq ovqat qilaman. Qiymali mastava qilaman. Shu. Bu yerda yog'im qizyapti. Ya'ni yaxshiroq qizishini kutyapman. Yo'q, qizibdi, mana tutayapti-ku. Qizibdi. Hozir solaman, pishiraman. Manaqa qo'yib oldik. Oldin yo'q edi-yu. Ovoz olib ketdi-ku. Ayni ochishga to'g'ri kelyapti. Ashiga ayni ochmay deb bari o'zi ochaman. Endi burga qo'yib oldik. Yoqmabman. Chunki ovozi g'ing'illaydi. Hozir yoqmadim. Ayni ochib qo'ydim. Endi pishirishni boshlaymiz. Mana sovoldim. Yog' qizgani uchun tezda qizarib ketdi. Ichi pishish kerak yaxshiroq. O'zi hech bunaqa qilib ichiga go'sht solib bunaqa narsa qilib pirashka, go'shtli pirashka qilib ko'rmaganman. Kartoshka qaynatgani erikib, go'sht to'g'rab, maydalab piyoz bilan. Ozongina shuni qilib qo'ydim-da endi. Qorni to'g'izamiz-da eplab. Qani yeb ko'ramiz, sana bo'larki. Endi aytganda qiymali pirashkada endi. Shuni bilash qor edi, bilishmi nima narsaga qor edi dedim. Lekin manaqa usti manaqa bo'lmaydi desam, manaqa bo'ldi. Hisob kat. Qoringa tushsa bo'ldi deb. Tashtaqa. Mana normal. Yaxshi chiqyapti. Вот такие красота у нас получилось. Sal qalinroq bo'lib qoldi. Pishdimi, ish qilib pishgan bo'lsin. Ichini hali ochib ko'rmadim, yeb ko'rmadim. Ammo qornim ochidi. Lekin qilib ko'z to'yib qoldi, qornim to'yib qoldi. Qalay baho beringlar. Mana endi suyuq qo'yamiz. Suyuqda o'g'irlayapman. Mastava qilaman dedim-ku. Suyuq mastava. Mastava suyuq ovqatni gapi berib topolmay qoldim. Ayto'be. Qiymali mastava. Xudo gapirsam qiyin bo'lib ketyapti oxirgi mahalda. Qo'yamiz hozir. Mana suvni qo'yib oldim. Soladigan narsalarni soldim, murch soldim, ko'katlar soldim. Endi qaynab chiqadi. Mana shuna qilib ovqatim qaynab chiqdi. Bunga tiftechalarni solamiz. Keyin guruch solamiz. Tiftelmi, qiymami nima ashtaqa. Sharichalar solamiz. Guruchni ham hozir turib turing. Guruchni ham, tiftellarni ham soldik. Endi pishishini kutamiz. Mana pishdi ovqatimiz, qo'yib oldik. Hammaga yoqimli ishtaha. Mazza qilib, ochiqqina qilib ichib olamiz.
kanalga obuna bo'lib, like bosib, подписка bosib qo'yinglar. Rahmat.